bilasizmi? Ba'zi insonlarni keragidan ortiq hurmat qilasan. Ularga ishonasan, qalbingni ochasan. Ular esa hurmatingni qadrlash o'rniga asl yuzlarini ko'rsatishadi. Bu hayotda hech kim farishta emas. Har bir insonning xatosi, gunohi va hech kim bilmaydigan siri bo'ladi. Lekin aslida esa ular sukutni tanlagan insonlardir. Ichki yutilgan og'riqni zaiflik deb bilish xato. Chunki sabr ham kuchdir. Ammo qalbda yig'ilgan dard bir kun katta oqibatlarga sabab bo'lishi ham mumkin. Qalbga tekkan og'riq ko'zga ko'rinmaydi. Ba'zan bitta haqorat mingta yaxshi so'zdan ham og'irroq botadi. Lekin bu og'riq seni yomon insonga aylantirmasin. Chunki haqoratga haqorat bilan javob berish oson, insoniylikni saqlab qolish esa haqiqiy kuchdir. Unutma, qalbi og'rigan, sotilgan, kamsitilgan va nohaq ranjitilgan insonni Alloh yolg'iz qoldirmaydi. Bandalar seni tushunmasligi mumkin, ammo Alloh qalbingdagi har bir og'riqni, to'kilmagan har bir ko'z yoshni va aytilmagan har bir dardingni biladi. Adolat kechikishi mumkin, ammo yo'qolmaydi. Shuning uchun qalbingni nafrat bilan emas, sabr bilan asra. Oxir-oqibat kim haq, kim nohaq ekanini eng yaxshi biluvchi Allohdir. Atrofimizda toza qalbli insonlarni hurmat qilmaydigan qora qalbli insonlar juda ko'p. Buni hayot davomida ko'rib kelaveramiz. Kimnidir hissiyotlardan foydalanib, kimnidir uning dardidan, siridan foydalanib, uni ichiga kirib va uni yomonotliq qilgan inson haqiqiy zolim insondir. U insonlarga har qancha chiroyli gapirma, madaniyat bilan gapirma, ular baribir tushunmaydilar, chunki ularning qalblari ham, ko'zlari ham ko'rdir. Shunday ekan, o'zingizni hurmat qilasizmi? Boshqani ham hurmat qiling. Va aytadigan gapim, sizni hurmat qilmaydigan joyda bir soniya ham o'tirmang. Avval ular o'zlarini hurmatlarini bilsinlar. Kimdir seni so'kib haqorat qilib yoki ishonchingni sotib, ichimni bo'shatdim, gapimni aytdim, xumorimdan chiqdim deb o'ylashi mumkin. Ammo unutmasin, aytilgan har bir so'zning, sindirilgan har bir qalbning, to'kilgan har bir ko'z yoshning javobi bor. Chunki til bilan yaralangan qalbni hech kim ko'rmasligi mumkin, ammo uni Alloh ko'radi. Insonning og'zi aytganini vaqt unutishi mumkin, ammo Alloh unutmaydi. Shuning uchun g'azab ustida aytilgan haqoratni g'alaba deb bilma. Haqiqiy g'alaba birovning qalbini sindirmay, hurmatini saqlab qolishdir. Qalbi og'rigan, nohaq kamsitilgan va xiyonat ko'rgan insonning duosidan ehtiyot bo'l. Chunki mazlumning duosi bilan Alloh o'rtasida parda yo'q. Har bir amalning, har bir so'zning va har bir munosabatning javobi bor.